Gül Pichanның soğuğusu Nağır Sunay dap bilen yetip geldi sahnege Nazır Kummu sep bilen. Tövende Pichan, Köroren, Nakşı Usul Tiyatr ömürgedin kelgen sanatkarlarımızı karşılamamız kene kızgın alkış çabaklarımız bilen bu mahirlerimizi karşıladık. Kene, karamat. Rahmat. Ayet yaxşının budun bir neyip kepsler. Yeni bir kıtım kızgın alkış çabaklarımız bilen sizlerge teşekkürümüzü bildirimiz. Rahmat. Hoş bulduk olsa özanlarını kayıtıp bir tanıştırıp etken basanlar. Salam ustazlar, karxanchilar. Muş vaqtingizlar xayrli bo'lsin. Men Pichan Köroren Nakşı Usul Ömekniki
artisti Alimjayil olaman. Bular bizningki Pişan Kirora Naqsh usul teatr o'makiniki artistlari. Rahmat, qarşalımız. Şunda coşkun ne? Ha, yaxshi, Bir yaxshi. coşkun keyfiyet bizini tırılıp kaldık sizlerden. Ha. Abi hatta oturuverip Charchab. çarçap kaptınız. Oturuversin çarçap kaldık ya. Bakın izlep kalgan toqam sizler resmi tırıldırıp ettiңlar. Rahmet sizlerge. Yani qanda qiziqchi bo'lsa mayli demem Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Mana mushqitimning o'zidala Pichandan chiqib, yermi yo'lga kelib, bo'ron sababidan, havo sababidan bir qaytib ketib, yana qaytadan mushu so'ringa bir hammamizga bir xushallik, bir badiiy zo'q ato qilamiz deb qaytadan yana bir yo'lga chiqib, jafo mushaqqatdan keldi. Undan boshqa bu Pichan Kiroran Naqsh usul teatr o'migi bilan bizning televiziya stansiyasining bizning nima hamkorlashga vaqtimiz uzun. Azaldan bizning xizmatimizni qo'llab kelayotgan, mayli mashrabdimi necha son uyda qilgan, undan boshqa mushu mana mushqitimning o'zida hozir yana parda haqida ikki qahramonimiz bor. Birisi Dolqin Tanjang bor. Birisi Dolqin Tanjang, ma'lum sababdan sahnaga chiqqanmidi, yana bir muzik ishlagan, shundami? Mushu bolalar hammasi birlikda kelib ma xizmatimizni qo'llab kelibdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Çoğun faaliyetler, küçük faaliyetler bular çoğun küçük gidme. Mening mu şu Hunsan'da ötkizgen yançağın kuyularımga muş balla bağ mı ya bularning burunqi Bular ballar yaş ish qilib mushu ümmet. Olimjonlar bor Pichan. He. Olimjon, nima? Uchada usulchilar. Usulchilar maylaq bir ish bor deb bo'g'ichi bular hech qachon bir çoğun ish yo'q, kichik çoğun ish var, kichik ish var degan qaramaydi. Kelaverdi. Kasbiy axloq nuqtasida o'rganish tegishlik. Sizlarga ko'p rahmat. Bugungi nomordimmi xush bo'ldik. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat, teşekkür. Abide Küldür programımızı her vakit sizlarni qarshi oldi. Hamda tövende Abide Küldür programımızı qo'llab kelayotgan karxanchi do'stlarimizninki bizning bu san'atkorlarimiz qanday yurak so'zlari bor, anglab o'tgan bo'lsak. Ben Abide Aşırık'ı vakaleten olsumu salmu şu ketiş yoldaki bütün xirajatinglarni biz şirket Abide Aşırık'ta öz üstüge eliş bilen birge hemşiyaga kelgan her bir aylarning Abide yürüşlük mahsulotlardan o'ylaringlargacha bir mulozimat qilib olgan bo'lsak, az bo'lsa-mu qabul qilgan bo'lsanglar, rahmat. Qani bizning Annanna şirketiniki yurak so'zini anglab baqayli. Şirketimiz sizlarninki misha kelib qatnashgan nomer o'rinlagan har bir xodimga artistga shu Fransiyadan import qilgan saqalarga yurishlik, xonim-qizlarga bizning shirkatninki xonim qizlar yurish mahsulotlardan sovg'atib bersam, uningdan sirt shu Pichan Kiroran Juyanga 5 ming yuan qiymatidagi bizning shirkatninki shu ipak tatmin qog'oz, yo'l qog'oz qatorliq turmushga ishlatilgan buyumlardan bergan bo'lsam qabul qilgaysizlar. Rahmat. Biz Tabassum şirket nomidan har qaysinlarga bir yurishdan qiyma qilish mashinasi sovg'at qilsak. Yaxshimsizlar, o'sha shaxsiy qiz bo'shliqi davolash boshqarish cheklik shirkatidagi barliq xodimlarga vakolatan hammanglardan hal so'rayman. Tishinglarning sog'lom bo'lishi uchun mush yerdagi qatnashgan barliq hammanglar 13-inglar ekan deyman. Mushlarninki tishlaringlardagi masalalarni men haqsiz buni az bo'lsin, jiq bo'lsin, o'ngishib etsam. Japa tatib sizlarga rahmat. Vaz kechmay tuni-kun buran chopqindan yana chiqib sizlarga bugun xush bo'ldik. Amining boshqa mulozimat asosli bizniki. Hamda ko'nglim shu do'yin subsida alqishlik erishgan maslahatimiz bor, mush koinot deb. Har biringizga bir yushdan adresini qoldirib qo'ysanglar, men arliq sizlarga ma'lumot beray, hammangning adresiga bir tutash qilib. Rahmat. Gülüz şirketimizin sağlamlık məsuliyyətindən ərlərə, əmmanglarga bir qapdan ərlər yürüşlükdən, ayallar yürüşlükdən soğat qısam qəbul qılanglar. Mana bugun sizlarga aytdi japoliq bo'lgan bir nomerni olib kelibsizlar. Nima degan vaqtda san'atkor o'g'adan sahnaga bir o'zimiz yaxshi ko'rgan bir nomerni bir berib olsak, shu sahnada nurg'un san'at suyar kishilarimizga bir ko'z tutsak xush bo'lamiz. Shu maqsadda aytdi japoliq sharoitda kelibsizlar. Şuna mening ko'ngil so'g'an bo'lsa, men bayan nomer o'rlagan vaqtda bizning korxonchilarimiz bir muncha ko'ngil so'g'atlarni berdi menga. Şuna ana shu ko'ngil so'g'atlarni
sizlarninki yetaklab kelgan ömek başlığı Dolqun Tönjang nomidan sizlarga yetkazib bermoqchi. Rahmat. Rahmat. Yaxshimsizlar, barliq mayırlar, xush kelibsizlar, armag'aysizlar. Shundoq huzurlandik o'rlab bergan nomerlardan. Menmo shu Şinjan Canan Pen texnik cheklik şirketimizniki shu kristal yurishliklaridan har biringlarga bir yurishdan ko'ngil so'q qilsam, qabul qilasizlar. Karvan Meblağçı şirketi namıdan Moligir'in aptalları bilen maşinalarga asıraş mülazımı soğuk kısım. Bunu şu piçandaki Liuyan mahallesinin kışıda bizden məxsus şu Moligir'in satan dükkan var. Aldığın kıtın bağallarına ma yeniden kegerlerini orun depresle şöyle verip şu Moligir'in aptalları bilen asıraş mülazımı tıklıvasanlar maşinalarga. Yaxshimsizlar, xush kelibsizlar. Nomerlardan ayt huzurlandik. Mishada 13 nafar artistimiz var ekan. Aqstabda yana bir adam bor edi. Ikkala. 15 kishilik men IMC yurishlik chach yuyish, chach asrash buyumlaridan har biringizga bir yurishdan sovg'a qilsam 15 kishilik. Yaxshimsizlar, xush kelibsizlar. Men Sarkar shirkatimizga vakolatdan sizlarning xizmatlaringizga qulaylik bo'lish uchun idora ishlatadiganға men oliy darajalik mikrodolqinli o'choqdan bir yurish yetkazib bersam, ya'ni Vibolu. Undan sir 15 artistimizga har bir aylangan 1000 yuandan uy jazir shirkatimizning e'tibor kartasini ko'ngil qilolmasam qabul qilasiz. Biz bu şirket nomidan Marva markasidagi import qilingan quruq mevalardan şu dasturxon yurishliklari uyinglarga olib sasanglar bo'ladi buni hamda yoki bo'lmasam shu nashliqlarda o'zinglar yesanglar bo'ladi. Aqsabdan 2 kilo bo'lsa har biraylarga birdan 11 yurishdan birdan sovuq qilsak shu yurishlarni oz ko'may bir qabul qilsanglar rahmat. Bizning Şinjan Serlik Göl Soğut Çeklik şirketimiz asosliqi sağlamlık bölümlü gündəlik turmuş, onun keyin teri asrash bölümləri bilan shug'ullanadi. Şuna sizlarning 15 adamga bizning şirketning gündəlik turmuş bölümlerinden 15 yurish, bir adam bir yurishdan 15 yurish ko'ngil sovuğumuz bor, qabul qilsanglar. Yaxshimsizlar, xush kelibsizlar. Al-Xumar şirketidan sizlarga mazroq ko'ngil sovuğumuz bor. Keriya Al-Xumar Qaraçay zavodida ishlab chiqargan Al-Xumar alayda Qaraçaydan sizlarning o'makka 20 kishilik 20 yurish sovuq qilsam, undan keyin men yangidan mazal salgan Al-Xumar ochiq suvlarimizdan 20 yurish sovuq qilsam, qabul qilsam az olsun. Karxancı dostlarımızdaki ko'ngil sovuqlarga Piçan Ömükidin kelgan barliq artistlar nomidan yana bir qatim oliy tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat. Ustozlarimizdan qimmatli taklif fikrlar ko'pdan ko'p rahmat. Shundaq yaxshi taklif fikrlar bo'ldi. Buningdan keyin yana o'sha Piçan Kiroren Naqshi usul ömükidagi artistlarimizning Abide Küldür programmalarimizni qo'llab-quvvatlab turishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlarga.